Bismillah azizlarim, keling siz bilan o'g'il bolalar adras jiketiga jiyakni bezak sifatida qo'yishni o'rganamiz. Mashina ipini jiyakning rangiga moslab sozlab olamiz. Jiyak qo'yadigan joyimizni 6 cm da mel bilan chizib belgilab olamiz. Bezak tikilgan chok astariga tushib qolmasligi uchun doimo birinchi o'rinda bezagini qo'yib olib, keyin astarini ulashni boshlaymiz. Noldan astarli adras jiketini bichib tikish jarayonini alohida video qilib tayyorladim. Bu videomizda faqatgina bezak tikish texnologiyasi o'rgatiladi. Tikuvchilikda har bitta chok ishingizni dazmol bilan bajarsangiz, albatta ishingizni sifati yanada oshadi. Adrasli va adras gulli matolarni bichayotganda doimo gulini bir xil tushishiga ahamiyat bering. Azizlarim, video siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman. Agar kanalimga obuna bo'lsangiz, har doim qo'ygan videolarimni birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring.